Assalomu alaykum besharliklar. Mana Islom Performance Islomjon Equinox'imizga, mashinamizga chip tuning qilib berdi. Plus rollarini 40% ga mamlakatga buriydigan qilib berdi. Doim Qo'qonda qildirardik. Mana Besharg'da o'zimizni shogird ochibdi, ustaxona. Bir 5-6 ta programma, 5-6 ta ishlarni qilib berdi. Mana ustani o'zi yakunlayapti. Juda xursandmiz. Besharg'da birinchilardan bo'lib ochibdi. Mana bu yerga kelsalarning manzil mana bu yerdan bu tarafga ketaverishdi. Tak, Islomjon, uka nima qilding? O'zizchi? Xo'p, bunga o'zi Malibu XL bilan Equinox'larni hammasi tabiiy monitor ingliz tilida bo'ladi. 100 million beraverdimi? Ruskatsiya qilib berib, 100 million. rulini kodini ko'paytirib berdik. Shu oxirigacha burilganda mana shu aylanib, 100 million pastga qotardi. Programmaga yana mashincha qo'shildi. Endi gabaritli moshligi haydaganlar biladi, что burilishi razvorotlarda ozgina santimetr ham shu orqa oldi qilishga yaxshi. Yana qishki kunida uyda o'tirgan holatda ana shu pultidan zavodashini yoqib qo'ysa, o'zi mashina tayyor qizdirib, xullas ishiga tayyor qilib beradi. Bo'ldi, mana xizmatlar cho'tka qilib berdi. Besharg'da birinchilardan bo'lib Equinox mashinalarga qilib beryapti. Undan tashqari Malibu 2 Premier, Malibu XL larga ham qilib berar ekan. Mana adres, telefon nomerlarini yozib qo'ysalar ham bo'lar ekan. Nihoyatda chiroyli, go'zal qilib berdi. Baraka topsin.